Aqsarayga qo'shni bo'lgan Milis binosining zali 20-iyul kechqurun qattiq bo'lgan bexatarlik tekshirishdan o'tgan turkum kishilar bilan tezla to'ldi. O'z navbatida kam ko'riladigan bu xil tekshirish bu joydagi faoliyatning favqulodda bir qitimliq o'rinlashtirish ekanligidan derak bermoqda edi. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bosh sohibxonligidagi bu qitimliq faoliyat Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkalning hozirgacha ishlagan xizmatlariga bag'ishlangan bo'lib, Amerika Ovam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonim, Amerika Xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Rashad Husayn, Amerika Xalqaro adliya xizmati bosh elchisi Basman Shah qatorliq hammaga tunishliq siyosiy arboblarning qadam tashrif qilishi faoliyatning sulkitini texmi oshirgan edi. Yig'in riyosatchisi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xizmatchisi Julie Millsap oldi bilan Nuri Turkalning Amerika tavasiga qadam qo'ygandan buyangi o'qish, xizmat va advokatlik hayoti haqida qisqacha tushuncha berdi. Arqadan ayni vaqtda Nuri Turkalni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlagan Nancy Pelosi xonim so'z oldi. We have many privileges, as my former colleague Frank Wolf can tell you, as members of Congress, to be able to appoint Nuri Turkal to be the chair of the religious. U o'zining Nuri bilan tonish jarayonini eslab o'tish bilan birga Uyg'ur jamiyati navbatda duch kelayotgan qirg'inchilikni, Xitoy hukumatining shuncha ko'p qabiy siyosatlarni ijro qilish jarayonida Uyg'urlarni qanchalik vayron qilayotganligini alohida eskartdi. Bo'libmi, hargiz qaytalanmaydi deb dunyoviy va'da berilgandan keyin davomli holda yuz berayotgan bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun Nuri Turkalga o'xshash texmi ko'p kishilarning o'tirg'a chiqishi lozimligini ta'kidlab, biz bu kurashdan hargizmi voz kechmaymiz. Shuningdek, g'alabaga bo'lgan umidimizni texmi yo'qotmaymiz deb ko'rsatdi. Shuningdan keyin Nuri Turkal so'z oldi. U ayni vaqtda o'zi va boshqalarning Uyg'ur kishilik huquq qurilishini tashkillashdan boshlangan kishilik huquq ko'rishidan tortib, o'zi Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetiga xizmatga kirgichi bo'lgan orliqda Uyg'ur davosini xalqaralashishi uchun kuch chiqargan har soha zotlarining shijoatiga afrin aytdi. Shundaqla shaxsan men Nancy Pelosi xonimning yillardan buyon har jihatdan meni rag'batlantirib kelganligi, shuningdek millionlagan ovozsiz Uyg'urlarga ato qilgan umidi uchun uninga tashakkur aytaman. Uyg'urlarmi Nancy xonimning xizmatlari uchun Amerika hukumatiga o'z minnatdorligini bildirdi deganda zalda qizg'in olqish yangradi. What they're supposed to be doing to be on the right side of the history, but we cannot lose hope. We also have to acknowledge, with all of your help, from a very little known, almost ignored cause to something that the international community not only aware of. If you look back, the policy responses that the previous administration and this administration have shown speaks volume that America. Shu qatorda Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa qatorliqlarni so'z elib, Uyg'ur davosining kichikligidan zo'rayib bugungidek olg'a kelishi, shundaqla bu jarayonda muhojiratga ko'plagan kishilarning bu jihatda o'xshamagan jihatlarda o'z to'kpillarini qo'shib kelganligini, Nuri Turkalning ana shu xildagi kishilarning biri ekanligini muayyanlashtirdi. Nuri has chosen to devote his time, experience, and heart to preventing further suffering and harm as the CCP continues to spread its influence all over the world. I know that everyone in this room would like to express their admiration and thanks to Nuri. But on behalf of our organization and the Uyghur people, I want to say this. Nuri, we are very proud of your service as the first Uyghur American appointed as a government official. And we are grateful. He also co-founder World Uyghur Congress. He drafted World Uyghur Congress Constitution. And yes, he funded Uyghur Human Rights Project with Mr. Umar Qanat and Arun Sidok together. So this organization
Arqadan bu qitimqi faoliyatning aziz mehmonlaridan bosh elchi Rashad Husaynmi so'zga chiqdi. U Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetidagi har qaysi komissarlarning yillardan buyon Uyg'urlar duch kelayotgan turli diniy zulmlarni fosh qilish hamda buningga qarshi chora-tadbirlarni elish yo'lidagi xizmatlariga yuqori baho berdi. Shuningdek, o'zi 10 yil ilgari Uyg'ur diyoriga ziyoratga borganda o'z ko'zi bilan ko'rgan turli qabilalarni Xitoy hukumati garchi xuddi ayni vaqtdagi Misr fir'avnlariga o'xshash zulmlarni o'tirg'i chiqarayotgan bo'lsa-mu, ularning hamon mag'lub bo'lganligini, chunki Qur'on Karimdagi Alloh plan qilguvchilarning eng kattasidir degan oyatning ro'yi bo'yicha Xitoylarning turli siyosat va tadbirlarni ishga selishi vaqti kelganda hargizmi Xitoyning mag'lubiyatlik oqibatini o'zgartira olmaydiganligini, Amerika tuprog'iga qadam qo'ygan Nuriyning yillardan buyongi advokatlik xizmati o'z navbatida Uyg'urlar uchun advokatlik qilishdek zo'r majburiyatini ustiga olganligini sanab o'tdi. For the Uyghur people and for people that are suffering all around the world. Thank you so much. Bulubma Amerika Xalqaro Adliya bosh elchisi Bes xonimning so'zlari shu qatorda faoliyat ishtirokchilarining yurak tarini chekdi. U rahbarlik qilayotgan guruhga yillardan buyon insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikni davom qilayotgan Xitoy hukumatining turli jinoyatlarini to'plab, Amerika hukumatiga yo'llash natijasida 2021-yili Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Uyg'urlar duch kelayotgan muomala irqiy qirg'inchilikdir degan tarixiy bayonotini e'lon qilgan. Biz xonim va Nuriy Turkal birlikda e'lon qilgan Uyg'ur qirg'inchiligi davom qilayotganda Xitoy bilan savdo qilishni ma'ni qilish temasidagi ko'plagan doklad va maqolalar Amerika hukumatining Uyg'ur diyoridagi majburiy emgakiga bog'lanishliq bir qator qonunlarni ma'qullashiga bevosita turtki bo'lgan. Faoliyatga ishtirok qilgan ko'plagan mehmonlarga o'xshash, umu Nuriy Turkalning o'z kashmashlari asosida yozilgan tarjimalining yolg'izlar Nuriyning hayot sarguzashti bo'lib qolmasdan, yana millionlagan Uyg'urning dard-hasratlarining inkosi ekanligini, chunki asarda tasvirlangan Uyg'ur ayollari duch kelayotgan qabohatning hammadan mubakira kishining yurak bag'rini ezdiganligini alohida eskartdi. On the war against Uyghur women, because sometimes that issue falls away, but when you read it, you realize how Uyghur women have been particularly targeted and how their bodies have been essentially enslaved for various purposes, forced sterilization and other measures to prevent them. Shuningdan keyin Xalqaro Jumhuriyatchilar institutining muavin raisi Kimber Sherar Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining mas'ullaridan Piero Tozzi, Hong Kong Demokratiya harakatining vakillaridan Joy Su, Yevropa parlamentining a'zosi Reinhard Bütikofer, Kanada parlamentining a'zosi Samir Zubayri, Amerika Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi komitetining komissari Stephen Shina qatorliqlarmi ayrim so'z elib, Nuriyning xizmatdagi utuqlari, o'zlarining Uyg'urlar haqidagi xizmatlariga, Nuriyning qilgan yordamlari qatorliq temalar bo'yicha so'z qildi. Faoliyatning nutq bosqichidan keyin Washington shahridagi Dolan restorani tayyorlab kelgan rangarang Uyg'ur taomlari mehmonlarga yangizoq ato qildi. Mehmonlar hamda yaqin atrofdan faoliyatga jam bo'lgan Uyg'ur jamoati birlikda g'azolangach, Amerika Davlat Majlisi a'zolaridan Mike Gallagher, Yang Kim, Raja Krishnamurti, French Hill qatorliqlarning bu qitimliq faoliyatga avatgan tabrik videolarini angladi. Arliqda radiomizning ayrim ziyoratini qabul qilgan Umar Qanat apandi o'zlarining nima uchun mushunday bir faoliyatni tashkillaganligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Bugungi bu faoliyatni uyushtirishdagi maqsad Nuriy Turkal apandimni bilasizlar. Nuriy Turkal apandim Amerikada, ya'ni tunji qitim yuksak darajalik bir maqomga tayin qilingan bir Uyg'ur, muhim bir kishi. Amerika Davlat Majlisining raisi Nancy Pelosi xonim Nuriy apandimni bu Amerika diniy erkinlik komitetining komissionerligiga tayin qilgan. Undan keyin shu komissionning raisi bo'ldi. Nuriy apandim bu raislik maqomidan Uyg'urlarning davosining ilgirilishi uchun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Uyg'ur masalan Amerika hukumati tarafidan tonilishi, mushu Uyg'ur masalasining bu yerda ko'tarilib chiqishi, nurg'un odamlarning bu ishga ko'ngil bo'lishi uchun nayt cho'ng yo'l mangdi. Chunki Nuriy Turkal apandimning
o'zininki shu maqomi, mansibi nurg'un ishlarni echish fursati berdi bu Nuriya apamga. Shuning bilan albatta bu yerga hammamiz birga bu kurashda birga bo'ldik. Nurg'un faoliyatlarni birga qildik. Bu yerdagi boshqa kishilik huquq faoliyatchilarimiz Yamanjiq Uyg'ur masalasi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Amerikada tonilishi, rasmiy hukumat tomonidan e'tirof qilinishi, uningdagi qonunlarningki Amerika Davlat Majlisining o'tishi uchun nurg'un kuch chiqadi. Shu jumlada hamda Nuriya apandimningki xizmat qilgan xizmatlari alohida bo'ldi hamda. Buningdan keyin albatta butun mushundaq insonlarimizga bir davlatda yo bir mansabda turib, yo Uyg'ur tashkilotlarida turib, Uyg'ur xalqiga xizmat qilgan insonlarimizni taqdirlashimiz kerak. U nima bo'ladi desangiz, bu nayta bizninkimi oliy janobligimizni ko'rsatadi. Qilgan xizmatni taqdirlagan bo'lamiz. Uningdagi boshqa insonlarmi buni kuzatadi. Amerikada masalan nurg'un arboblar va bizga ko'ngil bo'layotgan, bizni kuzatayotgan, bu insonlarga o'sha Uyg'ur xalqiga xizmat qilgan insonlarni bu xalq taqdirlamdi, taqdirlamamdi degan nima bularga bir ko'rsatish bo'ldi. Shuncha yiroq yo'l besib, bu kashf faoliyatga qatnashgan mehmonlardan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandi radiomizning ziyoratini qabul qilganda, navbatdagi Uyg'ur da'vosi duch kelayotgan reallikning tarixdagi har qanday mazgildagidanmi og'ir ekanligini ta'kidlab, bu jihatda qilishga tegishli xizmatlarning bakmi ko'pligini eskartdi. Bizning qilgan nurg'un ishlar bor dedingiz. Mush to'g'riliq yana so'zlab bergan bo'lsangiz. Albatta, rahmat. Degandek bugun hammamizning g'ururlantiradigan, xo'shallikqa cho'mdiradigan bir maydonga shohid bo'ldik hammamiz. Amerikaning eng ta'sirli shaxslarining hammasi Mishad Batdi. Demak, bir Uyg'ur o'g'lining, bir Uyg'urning dunyoning siyosiy markazida mushu sharafga nail bo'lishi bizni haqiqatan g'ururlantirdi. Adı bilan buni deb o'tishimiz kerak. Hamda demak, bu yerdagi bu sorun yalnız Nurining sharafiga berilgan dek qismi, ama bütün Uyg'ur xalqiga berilgan sorun. Nancy Pelosi keldi, nurg'unlagan siyosatchilar keldi, dunyoning siyosatiga ta'sir ko'rsatgan shaxslar keldi. Demak, mushu shaxslar bilan ta'sir tirishchanligi bilan bugun Uyg'ur masalasi bir irqiy qirg'inchilik masalasi bo'lib o'tirg'i chiqib, nurg'unlagan davlatlarning parlamentini qabul qildi, matbuotlarga chiqdi, dunyoning kun tartibida turyotdi, Xitoyni siqishtiryotdi. Ama bu irqiy qirg'inchilik tugimadi. Shuning men bu yerda so'zimda bularga rahmat etdim va rahmat etish bilan birga, ama buning bilan ayojilni to'xtab qilish bo'lmaydi. Texib biz hech ishni qilolmadik ishning yo'lida. Texib Xitoy bu jinoyatni to'xtatgani yo'q. Xalqimiz, yanıla milyonlagan xalqimiz kamplarda ərziyat çekiyordu. Nurg'unlagan insonlarimiz yanıla mecburi tug'maslikdan xonimlarimiz olsa, her xil jinoyatning qurbonlari, qirg'inchilikning qurbonlari bo'lardi. Demak, bu siyosatchilarning bugun bu yerga kelgan do'stlarimizning biz bilan qo'shilib tek qiladigan nurg'un ishlari bor. Bu irqiy qirg'inchilik tugagan vaqtida aningdan keyin bir ish qila oldik. Aningdan keyin bir natija berdi. Diyaleyimiz şunun hem bu fırsattan paylanıp bulağa hem rahmetimizi bildirişle birge teki işinin başlangıcı ekanligimizni, kılıdığan işimizden akısı ekanligini, bulağının yerip kapmasligini, bizden yerip kapmay bilmeniş gerekligini iltimas kıldık hem de. Köp rahmet. Siz köp rahmet. Bu haqda söz bo'lganda Nuriya Turkelmi o'z qilmoqchi bo'lgan ishlarning bakmi ko'pligini, ammo o'zining raislik vazifa muddatining to'shqanligi bilan bu sohadagi tirishchanligining to'xtab qolmaydiganligini bildirdi. Aldı bilen bugün bir yerga qadam tashrif qilgan mehmonlar, benim uzun yıllık dostlarım, destekçilerim, ustozlarimga minnatdorligimni bildiraman. Bundan başqa eng muhimi bugungi shu sorunninki mevcut bo'lishiga ulsag'an, eminlashtirgan, ijro qilgan shu Uyg'ur kishilik huquq projektidagi bütün xizmatchilarga, Ömer Qadant boshliq xizmatchilarga minnatdorligimni bildiraman. Bu bugün sizningki radioning direktori Alim Seyitov bu yerda bo'lolmay qoldi. Bu tashkilot eng cho'ng xizmat, uzun yil xizmat qilganlarning biri. Shu munosabatla men Alim Seyitov apandigimi UHRP qilgan xizmati, uningdan keyingi shu vatan millat uchun qilayotgan xizmatlar uchun minnatdorligimni bildiraman. Endi bu Yusufga xizmat ishga kelsak, men Yusufga
commissioner bo'lib tayinlangan vaqtimda abay men nutqimda degandek Uyg'urlarning beshiga nait ig'ir kulpat kelgan dunyoda ovozni anglatolmay bo'g'ilayotgan hech qanday bir hukumat pozitsiya bildirmay turayotgan shunday bir ahvolda bu strategic appointment deb atadi abay Julie mencha shu to'g'ri bir gap u gerçi bu o'ringa meni qo'ygan bilan bu sobiq Amerika parlament raisi Nancy Pelosi xonim Uyg'ur masalasini yuqori pallaga ko'tarish uchun Uyg'ur masalasini partiya chegiridan olqigan bir axloq vijdon masalasiga aylantirish uchun mushu plan bilan o'tirib chiqargan bir narsa. Endi mushu nuqtai nazardan aytib bitgan chaqda mening bu xizmat tayinlanishim, undan keyingi 2 yillik rahbarlik xizmat o'tash jarayonidagi qozongan natijalar hammasi shu Amerika hukumatidagi g'olliq shaxslar Nancy Pelosi xonimga o'xshash bu partiya armay vijdon, axloq va qimmat ko'z qarashini chiqish qilib ovozlarni ovoz bo'ldigan siyosatchilarning plani bo'yicha amalga oshgan bir ish deb ko'rildi. Endi hozir qaraydigan bo'lsangiz 3 yildan beri ikki hukumat asosiy jihatdan o'xshash Uyg'ur siyosatini o'tirib chiqadi. İki hukumat va ikki partiyaning dastiki bilan qonunlar o'tirib chiqdi. Hozirda ig'ir ijro bo'lish jarayoni davom qilyapti. Hatto bu chiqarilgan qonunlar insufficient, yeterlik bo'lmadi deb yangi qonunlarni chiqarishning xizmatini qilyapmiz. Endi bu yerda gerçi sanada men o'tagan bilan mana bu medialar o'qigan bilan bu sharaf bu media Uyg'ur xalqiga mansub vatanda hozirgacha turumlarda churib turumlarda hayotini nobud etayotgan vatanga qarindoshlarimiz hatto sizlar radiodagi muxbirlarning yerimdan to'lisining oilasi hozirgacha lagerda. Ham mushlarga taalluq bu. Men gerçi bu ismim, mening jismim bu xizmatda bu pozisyonda bu yerda bo'lgan bilan bu sharaf hammasi bizning vatandagi azob chekayotgan qarindoshlarimiz bo'libmi 1 milyonga yaqin Uyg'ur farzandlariga taalluq deb ko'rma. Endi xizmatlar keng ko'lamli ilib berilyapti, lekin bizning orzu qilgandek natijani chiqarolmadik. Bunda bo'lishining sababi biz hozir davom bu qarshi harakat qilayotgan masala G'arb ellari 30 yil yo'l qo'yib shakllangan buyuk bir masala bo'lgani uchun buni 3 yilda oxiriga yandig'in olgan bir masala emasligini hammadan to'g'rilik. Shunga gerçi Amerika hukumati bir türlü tedbirlerini kullangan bilen hazır resmi dünyada bir Xitoyga qandaq taqabul turish ve Xitoyninki şu hazır ishki ve tashqi dunyoda berayotgan bu akavr siyasetleri, zorluk zombuluqları, irqiy qirqinchiliklarga qandaq inkos qaytarish to'g'risida bir unanimity, bundaq bir unified birleşken bir tedbir karar tak o'tirib chiqmadi. Shunga bu hamma narsa shunga abay degandek bu xizmat tugligini yo'q. Ben gerçi hozir rahbarlik o'rnida bo'lmasam-mu, meningki rasmiy qonuniy nimam mansibim shu commissioner. Men endi bu xizmatni davom qilaman. Shu sizlarga ko'p rahmat. Yana bir savolni so'rasam bo'pti keyinida. Bundan keyin kelgusiga bo'lgan hamda xizmatlarga bo'lgan umidingizni so'rasam. Endi kelgusi xizmat umidim men bu xizmatga tayinlangan chog'da mening birinchi ulab kallamga kelgan masalalarning biri kelajakdagi shu yosh yetilib o'sayotgan bo'libmi g'arbarlar cho'ng'igan Uyg'urlarning farzandlarini siyosiy hayotga undash. Siyosiy hayotda bundaq bir xizmat emas, bir rahbarlik rolini o'tashga undash. Kelajakda Uyg'urlar o'zininki milliy erkinligiga sahip bo'lgandan boshqa shu yashayotgan davlatlarning siyosiy ta'sir ko'rsatadigan shaxslardan bo'lishini men orzu qilgan. Endi shu narsani ko'ryapmiz. Bizning Uyg'urlarning ichidan Aqsaroyda ishlagan Xitoy direktor bo'lgan Elnigal Iltabir xonimni ko'rdik. Onundaki Yaponda Arfiya Ali millat vakili bo'ldi. Yana boshqalar chiqyapti. Shunga o'xshash mening arzu istaklarimning eng cho'ng'ining biri kelajakda shu Uyg'urlarning menga o'xshash hukumatning ichiga kirib turib xizmat qilishini tashabbus qilaman. Ko'p rahmat Nurika. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Bu qitimqi keşif fəaliyyətə iştirak qılğan Kanada parlamentinin əzalarından Arnold Verson ayrim ziyaretimizni qəbul qılıb, özünün bu qitimqi fəaliyyətdə oylağanlarını biz bilan ortaqlaşdı.
Can you share some of your thoughts with us? Yeah, for sure. So my name is Arnold Viersen. I'm a member of Parliament up in Canada. We spent the whole week here actually advocating on behalf of the Uyghur people, talking to American legislators about Canada's Biz bütün bir haftani mushu yerda o'tkazdik. Biz Kanada hökumətinin öz təvəssiga 10 min Uyğurni yerləşdirish haqqındakı vədisini əməlgə aşırış üçün Uyğurlarga vakalatan Amerika hökumət əməldarları bilan sözləşdik. Kanada parlamenti Xitaydan emas, dünya miqyasından 10 min Uyğurni Kanadaga elib kelish haqqında vədi berdi. Bu vədini əməlgə aşırış üçün biz Amerika hökumətindən yardım so'rayotgan edik. Nuri Türkiyanın şərpiga ötküzülgən bu fəaliyyət onun xizmətlərini müəyyənləşdirişdəki bir çoxu boldu. Hazır Xitaylar Kanada'nın içki işlərinə aralışıb, Kanada təvəssüdəki Uyğurlarga parakandichilik selawatıdı. Mən Nuri'nin kitabını oxuğanlığım üçün bu fəaliyyətə qatnaşdım. O kitabni bir şəxsning şijoati hamda kishilarni bir yerga to'plab dunyoda o'zgarish paydo qilishga intilish haqidagi ajoyib hikoya deyish mumkin. Bu jihatda Nuri'ning xizmatlari uchun uni qizg'in tabriklayman. Shundaqla Uyg'ur xalqining o'zlari duchor bo'layotgan shuncha qabohatlik zulmlar oldidagi egilmas sunmas qarshilik ro'yi uchun ularga afrin o'qiyman. Men tunugun Nuri bilan g'izolanish jarayonida uningdan urug' tuqqanlarning ahvolini so'ragan edim. O bilmayman. Ularning ovozini anglab baxmagan necha yillar bo'lib ketdi. Ularning qaysi o'lib ketdi, yana qaysilar tirik qoldi, buni bilmayman deydi. Meningcha bu Kanadaning yoki Xitoyning sirtida ko'plagan Uyg'urning o'rtaq qismiti. Shunga men Uyg'urlarni ham ularning shijoatini qutlayman. Bizning qalbimiz har qachon ular bilan birga. And organizations like that. It's through those voices that we can really move the issue forward. Continue to support folks that are recently coming out of China and seeking asylum in the rest of the world, because it's their stories that will really make the difference. Bu qitimqi faoliyat o'z navbatida poytaxt Washington atrofidagi Uyg'ur jamiyati uchunmi, Amerika siyosiy sohasidagi har qaysi zotlar bilan uchrashish hamda ular bilan so'zlashib olish uchun bir qitimliq fursat bo'ldi. 150 kishi ishtirok qilgan faoliyat kech soat 9 da oyoqlashdi.